Parallelogram olsun boşlayalım. Böyle işleyelim. X topin depti. Bu bilan buni yig'iz nech bo'ladi dedik? 180 grad. X qo'shilgan 2x teng 180 grad. 3x teng 180 grad. X teng 60 grad. Böyle. Bu yapmış. X plus 3x teng 180. X bilan 80 minus x bo'lgani nima? Teng. X teng 40 grad chiqadi, beta teng 140 grad chiqadi. Bu mana burchak topasizlar. Burchak nech bilan? Burchak 90 ayrasizlar. 48. Bu 48 bo'lgandan keyin bu yoq 48. Yo'q. Yo'q, elektr. Bunda 54 x teng. Elektr sana ve elektr. Bu elektr bo'lgandan keyin mana bu nech bilan? 180 metr elektr. Hamma narsalar. 126 bo'ladi. 126 bo'lsaga 4 burchakdan to'sa bo'ladi, yillarda bo'lgan qaymaydi. Bu elektrligini topaylik mana elektr chiqdi. Elektr 110 chiqadimi? 5. 90 gradus. 306. Mana bu chaqni qo'yishdan 126. 126 bo'lishi kerak. Bundan ham chiqadi. Bu ham shunday. Bisiklet istaretdi. Ayen. Mana bu ikkovi teng ekan burchaklar. Mana burchak x ekan. Bu burchak ham bo'ladi? X bilan. Mana burchak x bilan 180 dan 140 3 bo'ladi. Endi yana nimadir bergan bo'lishi kerak. Yo'qmi? Alfa. Mana bitta paralchasini qo'yish kerak. Ne davom ettirsalar. İşki başta uçku? Yemiş bilen? Tenge oluş uçak bilen. Zaten uçak uçku. Üç gelen bir yemiş tüt bilen. Olmuş 8, bir sakın uçtu bilen? 180 olmuş 8 da yemiş. Şunu anladın mı? Bir an bisiklet isteyken. Bisiklet bir an erken okusana bir kağıt tenge oluş bir şey ana kadar. Onun için bir kağıt paralçısını kesip toptu mu? Mana burchak alfa bu ham alfa mana bu ham biladi o'z-o'zidan. Alfa biladi. Alfa 70, alfa teng nech bo'ladi? 305. 55 dan bo'ladi. 55 bilan x teng nech bo'ladi? 125. 125 dan. Tushunarlimi? Bundan mana bu ikkita teng ekan. Olib kelamiz qaraylik. Mana CD'ni qarab bu yerga ko'chirib kelsak. Biladimi? Bu ham teng bo'ladi-ku. Ha, bu ham teng ekan o'zidan. 40 ko'sa nechadan bo'ladi? 180 dan 40 dan 2 bo'ladi. 16. Yo'q, bu yerga to'g'ri. 180 dan 40 dan esa necha? 138, 79 dan 19 bo'lgandan keyin bu 180 metr 19 bo'ladi. Mana bu ham tekan. Ana bu bilan teng, parallelogram bo'lgandan keyin bu teng bo'lgandan keyin teng. O 48 bizdan bu ham 48. Yana bu teng bo'lgandan keyin bu ham teng. Bu ham 48. 96. 180 96 dan 84 mi? Bir 115 ise 1 185 bo'lsa 70 bo'ladi, bu ham 70 bo'ladi. 140 x teng 40 chiqadi. 95 bo'lsa bu ham 95. necha bo'ladi? 85 deysan? 85 bu ham 85. Ön bilan. X to'pasan deyapti. 5 bu A bo'lsa mana bu ham O sen A degani bu ham A bo'ladi. 75 dan. Bu ham 75 mi? Bu ham 75. 300. Tepa 300. Endi qaranglar o'quvchilar.
300. Qaysi chiqadi? To'g'ri. Yo. Hatto. Yo'qchi. Onda bunaqa diagonallar ketishadi, tengga bo'linadi dedik. Bu AB tabi ham bo'ladi. Ha, bo'ladi. 300 gradus uchoq qarshi tarafga ket. Nachek. 90 gradus. Endi yo, boshqa tema yo'q bu yerda. A 2A bo'lib turdi. 300 gradus. X Shunga ham bo'ladi sud. Şey CO bilan BO teng bo'ladiki. Teng bo'lsa 2 nima CO bilan BO teng bo'ladi? teng emas. Yo'q, diagonallar tengga bo'linadi degani, mana bu bilan bu teng, bu bilan bu teng. Mana buni A deb yozgansiz, bu yo'q ham bo'lsa teng bo'lib bilmayman. 75 dan bırak. 75. Ha, bu mu? Ha. Shundan chiqqan 70 bilagan 150 bilan x teng 300 chiqadi. Bu yo'q kerak emas. Yana o'zim degan. Bu A bo'lsa, bu ham A, mana bu ham A. 78 bo'lsa agar bu ham A da, ana bu yoqda parallellik bo'ladi. 78 bu ham 78 bo'ladi. Bu ham 78 bo'ladi. Bu ham 278 bo'lsa 156 mi? 24 bo'ladi. Tamam. A7 to'g'ri yaptı. Ha, ikkita burchak yig'ib qo'shib nima bo'ladi? Alfa, beta. 180 bo'ladimi? 90 bo'ladimi? 2 alfa plus 2 beta 180 bo'lsa, alfa plus beta 90 bo'ladi. Alfa beta 90 kerak, bu ham 95 ga majbur. 180 gradus berish kerak. Bunisi ham bundan chiqish kerak. 3 alfa, 3 betani qo'yishdan nima beradi? 180 gradus beradi. Bundan biz alfa plus betani topamiz. Alfa plus beta 10 bo'lgandan keyin bu bizni 20 bo'ladi. 9 perimetre toping debdi. Yetti uch bo'lsa pastda ham bo'ladi. Ana bu alfa bo'lgan ekan, bu ham alfa bo'ladi dedik. Teng yo'li bo'ladi, 7 bo'ladi. Tomon aniq 7 yu 10. Perimetre 4 bo'ladi. Teng ko'rchak perimetrda 2 karra a plus b. Aynen olsa alfa bo'lgan ekan, bu ham alfa bo'ladi, bu 6 bo'lsa bu tomoni ham 6. Bu tomonlar 6 yu 8. Bu ham o'xshaydi. Ana 5 bo'lgandan keyin bu ham 5 mi? Bu mana burchak alfa bo'lsa, bu burchak ham alfa. Ikkita parallel chiziq, uchinchi chiziq kesib o'tishdan kelib chiqdi bu narsa. Bu alfa, bu ham alfa-ku. Ikkita bo'ysalar bunlar. Endi mana bu tomon 5 ta, bu tomon ham 5 mi parallel bo'lgandan keyin? Mana bu ham 5 bo'ladi. Jamsi 12 bo'lsa, ikkita ikkinchi bo'ladi. 2 bo'ladi. Bisiklet istegan. Endi qarang, mana tomonchani A desam, bu tomonni B desam, mana A plus X nimaga teng? 6 ga. Alfa bu ham nima? Alfa. Beta mana bu ham beta. A plus X 6 ga teng, X plus B chi 8 ga. 6 bo'lsa bu ham 6 ga. Mana bu ham 6 ga. 6 ga. Ikkov qo'shaveramiz. A plus B plus X teng 12 mi? A plus B plus X nima teng? 8-jam tomon 8 qo'shilgan X teng 12 ga X teng 4. Parallelogram 90 gradus, B 15, D 4, Y 8, perimetre toplasak. Bu tomon 12.
Mata çizip tutkusu kerak, paralel 90 gradga muhtashimiz kerak. Abi tamam. Ana biz bitta saksa adil beramiz. Paralel. Ana adil. Paralel ko'chirsak, mana 4 paralel bergan 4 qoladi-da. Paralel ko'chiramiz kerak. Jamsini bizga 8 qoladi. Bu chiqadi-ki, men 5 ga 8 yapishim. Parallelogram ikkinchi tomon topdik biz, tamam. Perimeter aniq. Parallelogram tomonlari 12 ga 17, 12 ga 17 ni qo'shib 2 ga ko'paytiramiz. Bu ham shunday bo'ladi. 90 gradus ko'rsatilgan ana bu tomonni bu yerga ko'chirib kelasizlar. Bu paralel esa bu ham paralel bo'lgani 7. Ana yo'q 5 biza bu yoq ham 5. Bir 13 bilan. 12 yok. B20. B 12 mi? Bu 13 bilan. 13'ü 12. 12 tomonlar. Perimetre 50. Banallik tushirilgan, shu banalligini to'g'ri qilib Olmuş. bu ham olmuş bo'ladi. 3 bo'ladi. Bu yo'q oldi biladi. Yo'q oldu. Sigara sarsak hadi. 3 biladi. 3 nasıl 3 biladi? Bunu ötüler uçak karşıdaki kağıt et, hipotenüzden yardım et. Hipotenüz oldu ki. Oldu yani 3. 300'incisi. 135 gradus bize bu 45 gradus biladi. Bu ham 45 biladi da ki. X bize bu ham X biladi. Bu izost 2X biladi. İzost X bilan raf teng da. X'ten necha? 8. Doğru? Paralel tomonlar teng. Bu Pifagorlar. X'ni kvadrati X kvadratini qo'shib izostlardan raf tomon izost 2 X chiqadi. Bu yerda X topasan deyapti. X A7 X doğrumi? DP 3. Ha, bu yerda 4 bilan ha? Abi tamam 5 kapıyı öğrendim. Abi tamam bir şey oldu. Bana da lamış kapıyı öğrendim. Ama Bir diğer öğrenmekten Yok şaşırmamız. yani alfa tamamlar ya bak tamamlar. Yok şaşırtsa çıktı. Paralel o da ana bu ikkita paralel chiziq davom ettirsak o'quvchilar. Uchinchi chiziq nima qilibdi? Kesib o'tibdi. Mana burchak alfa desam. Mana burchak ham alfa bo'ladimi? To'g'rimi shu? Alfa bo'lgandan keyin ishlar burchakdan turibdi. Bunu ispatlashimiz kerak. Seviyesiga tutdi. Endi burchak bilan tengana. Hadi 90 qastiga 5. Uni 90 ni qastiga 5. Bungachi? X'i bana düşkan tamamlar. Balandlik. Uch balandligi. Ha, x ni 4 ga nisbatimi? X teng 4 chiqdi. 4 tengdir. Yani o'xshasak x y teng. Afiyet 9 minus x biladi. A 9 ekan. 9 minus x esa o'zi tamam ekan. Bananlik to'playam. Minus x teng 6 biladi. 9 minus x ni 6 teng biladi o'zi. Bu esa tomon X teng teng. Balandliklar teng. 9 minus x teng nimaga? 6 ga x teng 3 ga. To'g'rimi? Bunisi. X topasan deyapti. 4 parallelogram AB teng 4, BO teng 3, BO 3 bo'lsa bu ham 3 bo'ladi. AO teng 4 bo'lsa bu tomon ham 4. Diagonallar, uzunliklar bor. Mana D1 ni kvadrati, D2 ni kvadrati teng 2 karra. Diagonallar bor. Diagonallar 8 oltimi?
10'ning kvadratı plus 8'ning kvadratı teng 2 kere 4'ning kvadratı plus x'ning kvadratı. 150 gerigen o'tiradi. 140. Uy yetti biladiki. 100'ni 2'ga bölsek, ha, ildos mu sizlar ha? İldos. İldos 34. Forma kerak bo'ladi, bunga ham shu bo'ladi dedi. Bitta diagonali 6 12, ikincisi 4 4 8, 6'ning kvadrati plus 8 kvadrati teng 2 kere 7'ning kvadrati plus x'ni bölüşmeydi. He? 6 8 100 102 yapsak 50, 50'den 49 dersek 12 kere 12'nin kvadrat bir de 8 kvadrat. 6 8 Burası. X mesela bu hem x, bu hem 6. Diagonal bir 2x. Yalnız 4x kvadrat. Koşuk 6 12'nin kvadratı. 2 kere 8'nin kvadrat plus önüne. Köşe formülü. Diagonaller kvadratlar yığıntısı, tomonlar kvadratlar yığıntısıya teng bölünür. Paralelogramning bir burchagi ikkinchisidan 2 marta katta. Parallelogram hocam. 3x alfa plus 2 alfa teng 180. Kichik olmuş. Yani diktatlar boşlar. Çizmeler. Tamam, önce de 5 dediğimde paralelogramning qari tomonga yopishgan burchaklar bitkizlar bu tomon çizmeler bir çizmez. İşlik bilan. Abadiyat diagramning A D tomoni 18 ga teng bo'lib A va D uchtadan chiqargan sektor B tomoni kesishadi. B tomoni kesishyapti. Agar masafa qolmayapti. A B tomoni o'tirmaydi. Parallelogram. A B C D diagram. A D tomon 18 ga. A va D uchlaridan sektor chiqqan. B C kelib ketishgan. Alfa alfa beta beta. Bu ham nima bo'ladi? Beta biladi, bu ham nima bo'ladi? Alfa bo'ladi. A B tomon uzunligi, A B tomon uzunligini A desam, bu ham A bo'ladi. Bu ham A, bu ham A bo'ladi. 2 A teng 8 ga. A teng nimaga? 9 ga. Nechta ekan? ABC parallelogramming A o'tkir burchagi uchidan chiqarilgan bisektor BD diagonalini B uchidan boshlab hisoblaganda 4 6 dan keyin ajratadi. Agar parallelogramning perimetri 60 ga teng bo'lsa, AD tomon uzunligini toping. A B C D parallelogram A uchidan chiqarilgan bisektor BD diagonal BD diagonal A uchidan bisektorda chiqarilgan BD diagonali B uchidan boshlab hisoblaganda 4 6 alfa alfa ajratdi. Agar parallelogramning perimetri 60 ga teng bo'lsa AD tomon uzunligini toping. X bo'lsa bu ham nima? X bu tomon A. Bu bisektor esa uch burchaklar A B D. A 4 ga nisbat X ni 6 ga nisbatiga teng. A topaman bu yerdan. A teng 2 taqsim 3 X kam Aga x'ni bilsak yetiriz. perimetr nima? 2 kere A plus B shu 60 ga teng ekan. Bundan A plus B teng 30 ga chiqadi. A ni o'rniga 2 taqsim 3 X qo'yamiz, B ni o'rniga X qo'yamiz. X deb qo'yamiz, B tomon. X teng nechi? 5 6 короче 18. X teng 18. Uch burchakda bisektor x'larning xossasi kerak bo'ladi bitta birinchi. Keyin yo'q bo'ladi. Perimetri 20 ga, tomonlari farq 2 ga teng bo'lgan parallelogramning perimetr bilan tomonlar farq berilgan. Bitta tomon x, ikkinchi tomon x plus 2. Tomonlarni to'plasizlarmi? Tomonlarning taratlari yig'indisi diagonal yig'indisiga teng. Bir burchak olmashtirib turgan parallelogramning tomonlari 10 12 ga teng bo'lsa, parallelogramning katta diagonali uzunligini toping.
Katta degan qaysi bo'ladi o'zi? Mana bu yerga bas. Katta diagonali ana bu bo'ladi. Katta burchak yo'nda bo'ladi. 120 gradusga bo'lasizlar buni tomonlari o'ziniki. Bitta ko'zga terasizlar ham diagonal chiqadi. Diagonallari shu diagramning kichik tomoni 5 ga teng bo'lsa, uni katta qilib. D1 kvadrat plus D2 kvadrat teng 2 kare A kvadrat plus B kvadrat. B yo'q, B turibdi. 100 topish kerak. Tomon orqali h kare 100 bo'lmas. Esting A kare h deb o'rgatibmi? Balandlik bor, 8 tomon bor. U tomon 15 bu tomona 108 kare 80. Bunisi ham 12 kare 20. Bunisi 12 kare 16 sinus 60. Esting AB sinus alfa. Esting AB sinus alfa 6 kare 9 kare 400 gradus. D1 D2 taqsim 2 kare sinus fi. Faqat D1 4 ga emas 8 ga teng. Bu 4.2 ga emas 8.2 ga teng. Kam ko'paytirib 2 ga bo'lib sinus 45 gradusga ko'paytiramiz. Bu ham shunday. D1 D2 taqsim 2 kare sinus fi. Shu bittasi doğru olib, videoda hujjat sanaylik. A, B, C, D. İşte balanlık verilgan, balanlar orasidagi burchak verilgan. Bizlar burchakni qanday ko'rdik? Balanlar orasida burchak deymi? Bu to'g'ri emas lekin. Bu olmush bo'lgandan keyin yo'qmi? O'zgarsa ber olmush bo'ladi. Ber olmush formula ayting. H1 H2 taqsim sinus alfa edi. 3 kare 6 taqsim sinus 60. 160 taqsim 2. 160. 160. Burchak adashmaslik kerak ekan, ha? Kim baribir olmush bo'ladi. Egan bu 45 bo'lsa bu necha bo'ladi? 35. Yana qaytib 45 bo'ladi. Ana bu sanatga narsa bo'ladi, Murod. U 3 tomon 8. Mana bu joyni topsak 3 kare 8 taqsim 2. Ana bu 12 qaynamiz. Ana bu D1. Bu ham D1. Bu D2. Bu ham D2. Orasak burchaklar bir xil manbasi. Sinusga qizig'i yo'q-ku. Mana bu uchinchi necha bo'lsa hammasi o'zib bo'ladi. Aytishga teng keladi. Ha, buni yuzi D1 D2 taqsim 2 kare sinus alfa. Buni ham D1 D2, buni ham buni ham. 4 ta bir xil. 4 kare 12. 48 ga. Katta parallelogram. Matlarga ham qiyin matlarga dars qilib. Bilaman choy ichmayman. Berishni. 5 kare 0 taqsim 2 kare 4. Bunisi naqamiz. Bizlarga parallelogramni uzun so'ragan, 8 o'yinni bergan, bir tomon to'playganmiz. Ay, deb Bana tusham yo'qmi? Ha, bilan tushgan. Bana faqat sizdan Ikki bo'ladi tushuv. Bana tushmadi. Yo'q. U ikki orasida ko'p chiqdi. 18 o'yin bizga nima beradi? 140. Shu balandlik 98 javob chiqadi. O'sha balandligi ayting-ku. Ham o'sha balandligi, ham parallelogramni balandligi mana bu chiziq. 90 gradus chiziq. Uchuvchanga balandlik topamiz. H ko'paytirilgan 424 taqsim 2. Uchuvchang yuzi yoki uchuvchang yuzi 18 kare 10 taqsim 2. Mana bu h chiqadi. H teng 180 taqsim 424. Endi parallelogram yuzini topsam A H dan foydalanasizlar. Balandlik 180 taqsim 424 ko'paytirilgan A 424. Buni chiqaradi.
Şunu etmeyen tanımaz. Bunda teng berip xato qo'yib qarash. Javobni Yok to'g'ri 180. A, B, C, D. Ha, to'g'ri. Ikki marta katta bo'ldi, tengmi? Buni 180 taqsim 90-ku. Qana bu bu 180 ham kattasi, 180 bergani yo'q. Yani içimizde içler uç uçakçadan baranlık doktorluğu keyin ağaçtan böyle. İki madde kattık işlerden bile yani. Yüzden. Yani ben iki kere taksiden diyorum. Dostum olsun. Bu da olur bu böyle. Böyle. 4 kere oldu dostluğu, 26 dostluğu kere siz olmuş. 133 taksim 2. 12 kere 3 oldu. Fakat taksim 2 verganda ana ichkaridagi uchuvchining yuzdan katta parallelogram yuzni 2 marta bilaydi. Katta bilaydi. Shu formani isbot qildik AH'. Bunga AH, bunga AH taksim, ha? O'zi o'sha 2 marta kattaligini bilsam. Bilmasga nima isbotladik o'sha. Bilmadik isbotladik. Ana bunga mana shu aylik. Uchuvchi bilan shunda uchuvchining yuzi H kare taksim 2 bo'libdi. Parallelogram yuzi H kare bo'libdi. 2 marta kattalik kelib chiqib turishunda, tamam? Bunu yüzünü topup ikiye ko'paytirib qo'ysak, katta parallelogram yuz chiqadi. Biz bilmayapmiz, hisobladik. Böyle bir şey. 6 kere 892 kere sinüs 45. İkisi yok falan. Bakın. Bunus. Bir arada gittik. Tomolan, çalışan, tenge. Degen öt kastak. Ana uçacak böyle. Tamam, kâr tabii 2 kere. Bunu 105 bile. Bu yüzden kısa ben. Bu yüzden cam yüzde. Bitti. Uçak tomonlari nisbati yüzler nisbatiga teng. Bu ham shunday bo'ladi. Ön bir tarafa diagonal chiqamiz. Ön 300. 40 bitta bu yoq 40. Jam yüzde 80. Evet. Ana bunu yapalım. Bunu 12 depti. Buna ötede tutsak. Ana biz esbab bilan yüzünü mü? Es. Bu yan. Ne diyene ki? Bu es. Bu yan. Es. Es plus es per metre. Kaç yüzü vardı? Kaç yüzü 2 es plus 2 es per mi? 2 mata kaç tane? 2 kere 12. 26. Şuna bak. 2 tane medyana, 2 tane uç vuracak. Bu yan medyana vuracak. Ama böyle de elim buraya böyle. Olsun ki tuttu. Bu yan şey böyle. 2 kere 3 dakika. Ödüz oldu böyle. Bunu söyle. 2 kere mi böyle? Yani bir de şuramız. Bu es bisa bu 2 es bisa. Bu teng böyle. Bu es bir bisa bunu ya. Es bu böyle. Zagara böyle. Es bir qo'shilgan 2 es nimaga teng bo'libdi? 21 ga. Sanda bo'libdi 2 ta es, bir qo'shilgan 3 ta esni topib berasan. To'g'rimi? Bundan siz so'ramaysiz. 2 ta es, bir es bo'lsa bunisi 21 minus 2 es bo'ladi. Bunisi ham 21 minus 2 es bo'ladi. Ama es kerak. Ama sonra qo'yishdan oldin 42 minus es chiqadi. Kattani yuzi 42 minus es chiqadi. Bizga es problem. Esni topish kerak. Diagonaldan tengga bilmaydimi? Tengga bo'ladi. 2 Mana bu tomondan A, bu tomon B, bu tomondan B mi? Mana burchak teng bo'ladi. Diagonaldan tengga bo'ladi. Bu degani 3s bilan mana bu taraf bilan bo'lish kerak. Teng bo'lish kerak. 42 minus 4s teng bo'lishga 3s kerak. 7s teng bo'lishga 42 kerak. S teng 6 ga bizning javobimiz 42 bo'lsa edi. 42 dan 6 aylan. Yo'q. Diagonal yuzani teng 2 ga bo'lishdan bo'ladi.
Veya xuddi shunday bo'ladi. Bitta diagonal tushiramiz. B'da bu s esa bu 2s bo'ladi. Bunisi 24 minus 2s. Endi ana buni yuzidan bu m ekan, buni 2 m ekan. 2 marta kattami bu? 48 minus 4s bo'ladi. Mana bu yuza bilan mana bu yuza bir-biriga teng. 48 minus 4s qo'shilgan 24 minus 2s teng 2s qo'shilgan s. 48 dan 4 qilsak 72 6 4 s teng 8. Biz hammasini qo'shaversak 72 ayrilgan 6s plus Minus 3s. Minus 3s beradimi katta parallelogram yuzi? 72 ayrilgan 3 kare 8. 24 48. Parallelogram yuzi 48 bo'ladi. Böyle başka soru. İddiadan mı işte? Bakalım. Vallahi. Jo'din yo'qmi? Olmuş 6-sini boshlaymiz bo'lmasa. Diagonal, bitta katta diagonal beribdi. 3 k k. Keyin mana bu ichkariga bo'yalgan so'qan yuzini beribdi 16 deb. Hop bitta diagonal o'tqizsalarmiz yana, B da diagonal o'tqizsalarmiz. Ham ichkaridagi 4 burchak uchun diagonal bo'ladi, ham katta parallelogram uchun diagonal bo'ladimi? Nima? Ha. Ikkovi ham tegishli bo'ladi-ku mana diagonal o'tqizsak. Buni D1 desam, mana bu katta diagonal nechi bo'ladi? D2 bo'ladi. Endi qaranglar. Ana ichkaridagi B, E, D, F to'rt burchakning ikkita diagonali bormi sizlarga? Bu bittasini diagonal uzunligi nechi? Mana bu diagonal. 3 ga. Orasak burchakni phi desak, shuni yuzini topsak. S teng 1 taqsim 2 D1 D deylik shuni bitta deb qo'ydik. D ko'paytirilgan nechi? Ikkinchi diagonal. 3 ga ko'paytirilgan sinus phi deymizmi? Shuni nechiga teng degan? 16 ga. Biz bu yerdan D K sinus phi ni topib olamiz. 32 taqsim 3 chiqadi. Endi katta diagonal nimani so'ragan? Parallelogramni yuzini so'ragan. Katta parallelogram yuzini topishni nima qilamiz? 1 taqsim 2 D mana bu yerda diagonal ikkinchi diagonal nechi bo'ladi endi? 5 ga. D kara 5 ga ko'paytirilgan sinus phi. 5 k taqsim 2 ko'paytirilgan D k sinus phi ni yoniga hamni qo'yamiz. 32 taqsim 3 ni qo'yamiz. K kerak emas-ku. 5 taqsim 200. Ha? D k-ku mana o'zi. 2 bilan qisqaradi. Parallelogram yuz necha ekan? 80 taqsim 3. Tesiz. To'g'rimi javobi? Tushundingiz-a? Bitta diagonal o'tkazdik tamom. Normal. Mana bu ham xuddi shunday bo'ladi. Mana. Berib chiqqan hamma tomonlar ichkaridagi to'rtburchakning yuzini bergan. Bitta diagonal o'tkazamiz yana. B dan D ga. Buni D deb olamiz. S teng 1 taqsim 2 D ko'paytirilgan nechi? 4 ga. Ko'paytirilgan orasak burchak sinus phi. Shu 20 ga teng. Bu yerdan biz D K sinus phi ni topib olamiz. 10 chiqadi. Endi katta parallelogram yuzini topamiz. S teng 1 taqsim 2 D ko'paytirilgan nechi bo'ladi? 9 k ko'paytirilgan sinus phi. Shuni topishimiz kerak edi bizga. 9 taqsim 2 D k sinus phi ni yoniga 10 qo'yamiz. Nechi bo'ladi yuzi? 45 bo'ladi. Charchamadingmi darsa kech qolaverib? Yo'q, sen charchamadingmi? Xo'sh. A B C D parallelogram debdi. B G H G H H D 1 2 1 nisbatda ekan. Mana bu X G H 2x H D X. A Y Y F F C Y Y F 3Y F C Y. Endi Y G F H ichkaridagi maydon yuzini katta yuzga nisbatan so'raydi. Xudo o'zir ish biladi bunga. Mana bu diagonali 2x ga 3y bo'ladi. Kattaning diagonali 4x ga 5y bo'ladi. O'tiringlar. Yo, endi yuzini. S ichkaridagi S1 kattani S2 deylik. S1 teng 1 taqsim 2 diagonallar
2x 3y kara sinus fi. S2 1 taqsim 2 4 x 5y kara sinus fi. Şu S1 taqsim S2 ni so'ragansizlar. Bölüyorlar, 1 taqsim 2 lar qisqaradi, x, y sinus filar qisqaradi. 6 taqsim 20 qoladi. 3 o'yin nisbat yoki 0 uch ekan nisbat. Ikkita yuzani nisbatini topdik. Tushunarlimi? Bu ham shuni hech bilamiz endi. Xuddi o'zi. Bunisi. Bizlarga ABCD yana katta parallelogram yuzini so'rayapti. Osonmi? Bitta tushirsak mediana biladi. Bu ham nech bo'ladi? 6 bo'ladi. Keyin S'dan Y'ga Qana mediana biladi. mana o'rtasi-ku. Ana bu tomonda o'rtasi-ku. Ana bu uchurchakka qarasak. O'rtasi. Yana bitta tushirsak, mayli. Bu ham 6 bo'ladi. Mana bu uchurchakka qarasak. Medianam? Keyin mana bu tomon parallelogram tomonini x deslarga qo'shdilar. Past nech bo'ladi? 3x bo'ladimi? Fi bilan tomonni F bilan qaysi? Y. Yo'q, bilmaysan, parallel. O'zi 3 ta 6 topdik biz, ha? 3 ta 6 18 bo'ldi. Ana endi nima qoldi? Qo'yish tak. 3 ta 6 bo'ldi. Bir x 2x bo'lmaydimi shuni? Parallel tomonlar. Parallelogram bo'lgandan keyin. Ay, ehtimol bormi? Yo'q, 3 teng degan. 6. Yo'q. Buni aytmaymiz, ha? X 2x deyolmaymiz, to'shni deyolmaymiz. Parallel bo'lgani bilan mana bu nuqta xil bo'lishi mumkin. 3 ta 6 18 bo'libdi. Ana 2 ta qolyapti-mi bizga? Tak. Nimadan foydalansak bo'ladi? E'lon. 2x x ichkaridagi uchburchakdan foydalansak shunga. Ana katta uchburchagimiz. Tomon 3x bilan tushirsak shunga. H ko'paytirilgan 3x taqsim 2 teng 18 bo'ladimi yuzi? H kara x topamizmi bu yerdan? H kara x teng 6 12 bo'ladi. Endi parallelogramning yuzini topish formulasi yo'q, AH. AH dan foydalansak, A tomon nechi parallelogram? 3x kara nima? H. X kara H 12 ga teng, 3 kara 12. Parallelogram yuzi nechi bo'lar ekan? 36 bo'lar ekan. Tushundingizmi? Qana tushirgan biladi. Uchburchak-ku, mana qiziq. Uchburchak yuzini topish formulasi nimadi? Uchburchakning yuzi bor, mana uchburchak berilgan bizga. Uchburchagimizni yuzini topish formulasi AH dan ham bor. O'shandan foydalanamiz. Uchburchakning balandligi parallelogramni ham balandligi. Xo'sh, tomonlari 3 4 o'tkir burchak 12 gradusga teng bo'lgan parallelogramni toping. AB sin alfa. Kir. O'tmas burchak 150 gradusga teng bo'lgan parallelogram balandligi 10 va 12 ga teng parallelogramni toping. H bir H2 taqsim sin alfa degan formula bor, aytilgan. Diagonallari 6 8 bo'lgan 112 ga teng bo'lgan parallelogramning katta tomoni uzunligini toping. Diagonallari parallelogram berilgan. Diagonal, katta diagonal 6 bo'ladi, 8 bo'ladi, kichik diagonal 6 bo'ladi. Yuzi 12 yildosda 3 ga teng ekan. Parallelogram diagonallar kesishadi, kesish nuqtasi teng 2 ga bo'linadi dedik. Bu 4 4 3 3. Ana bursak burchak fin topsak tomonlari chiqadimi? Fin nimadan topamiz? Yuzidan. S teng 1 taqsim 2 D1 D2 kara sinus fimi? Shuni topamiz. 1 taqsim 2 6 kara 8 kara sinus fi teng 12 yildosida 3. Necha gradus?
20 130 taqsim 2 olmuş gradus. Mana fi teng olmuş gradus. Endi ko'zlar teoremasi qilasizlar. Bu tomon chiqadi, bu tomon necha gradus endi? 1 gradus. Kim bu tomon chiqadi? Qaysi tomon katta bo'lsa, tomonlasizlar bo'ladi. Mana bu katta bo'ladi o'zi, burchak kattasi, to'g'ri? 74. ABCD diagramning AC diagonalida bu lekin o'rgatilgan savollar. Chizmasi variant bo'libdi. A, B, Feruz aytibdimi? Kechaya yuraman aytib turaman. ABCD diagramning AC diagonalida Y va F nuqtalar shunday olinganki, AC diagonalida Y va F nuqtalar, Y nuqta, F nuqta. Shunday olinganki, bunda AY teng FC ga. AY teng FC ga. Buni x desak bu yoqmi ekan? X ekan. Hammasi YF taqsim 3 ga teng ekan. Demak, YF ni 3 dan 1 qismi teng ekan. Demak, YF nimaga teng? 3x ga teng. Agar BYDF 4 burchak 136 bo'lsa, BYDF. O hech qanday xuddi o'zi-ku. 136 bo'lsa deb tashni 136 ekan hech qanday. ABCD programmamizni toping. Nima qilaylik? Ichkaridagi bitta diagonal o'tkazamiz. Mana bu diagonal ham ichkaridagi BYFD ga tegishli, ham katta parallelogramga tegishli. Bizda yuzdan bilamiz 1 taqsim 2 D1 D2 sinus phi. D bu diagonal nechi? Bu ikkinchi diagonal 3x. Kara sinus phi. Shu nechaga teng ekan? 36 ga teng ekan. Biz bu yerdan dx ko'paytirilgan sinus phi ni topib olamiz. 24 chiqadimi? Endi katta parallelogramni yuzini topamiz. 1 taqsim 2 diagonal bittasi D, bittasi necha bo'ladi endi? 5x bo'ladi. Ko'paytirilgan sinus phi. 5 taqsim 2 ko'paytirilgan dx sinus phi ni 24 qo'yamiz. Katta parallelogramimiz necha ekan? 60 ekan. 75. A, B, C, D ni yuzini topasan deyapti. Xo'p, katta parallelogramimizni topishimiz kerak ekan. Bitta ana shuni yuz berilgan bizga 5. Keyin mana bu tomonlar teng, mana bu tomonni x esa bu ham nima bo'ladi? X. Pastchi 2x. Ana bu uch burchak bilan mana bu uch burchakga o'xshashmi? Ana shu nimaga o'xshaydi? Qum soat deb o'tkazayotgan ekan. Qum soatga o'xshaydi. Ya'ni sen yodlasang o'zinglar nima bo'ladi? Qum tushuntirib berdim. Parallelogram ko'z. Parallelogram bilan parallelogram ikkovi o'xshash. Ana burchaklar alfa, bu ham alfa. Buni yuzini s deyman. 5 taqsim s teng bo'ladi x taqsim 2x nimasiga? Kvadratiga. S teng necha chiqadi? 4 kara 5 20. Mana bu yuz necha ekan? 20 ekan. Endi bizga degan kattasi yuzini topasan degan. Mana buni davom ettirsam, formula o'rgatdim sizlarga. Mana bu ikkitani yuz nimaga teng bo'ladi? Ikkitani yuz s1 s1 desalar. Bir-biriga teng bo'laydimi? S1 S1 bo'laydi, keyin nimaga teng bo'laydi? Qarama-qarshi yuzlar bilan ko'paytmasi teng bo'laydimi? S1 kara S1 teng 5 kara 20 edimi? Bundan S1 chiqadi. 5 kara 20 100 S1 teng necha chiqadi? 10 chiqadi. Bu 10, bu ham necha ekan? 10. Endi qo'yib qarasalar, mana bu uch burchakka o'quvchilar, mana. Mana bu uch burchak B, A, C uch burchakka A, Y nima bo'libdi? Median. Ana bu yuzdan nechi? Bu ham nechi? 15. Yuzlarni qo'shinglar, parallelogram yuz chiqadi. 15, 15, 20, 10. 30, 50. Parallelogram yuz necha ekan? 60. Tushunarlimi? Bittani chiziq o'tkazdim. A, Y mediana deganim. Keyin mana bu shaklga bu yuzaga bu yuzani ko'paytmasi, bu yuzaga bu yuzani ko'paytmasi teng bo'ladi. Ana bitta yuzda program bo'ladi. Teng bo'ladi. Hozir ham ko'ramiz bunaqa misollarni. Mana. Shu ham o'xshaydi hozir. Mana yana ana bu qum soatmi? Demak, ikkita o'xshash uchburchakda bular. 9 3n bu pasti 5n bo'ladi. Buni s desam 9 taqsim s teng bo'ladi 3n taqsim 5n ni kvadratiga. S teng 25. Buni 125 ekan. Yana bitta bu yerdan chiziq o'tkazamiz. 9 kara 25 s kara
S1 kare S1 ga teng. S1 ni kvadrati teng 9 kare 25. S1 teng nechi? 15. Demak, buni yuzi 15, buni ham yuzi 15. Endi yana ana bu uchburchakka qaraymiz. Endi mediani emas, prosta tomonlarni nisbat berilganda mana. B, D, C uchburchakka qarasalaringiz, A chiziq chiropdimi? Mana bu yuzi nechi? 24. 3x. 24 3 ga bilamiz. 8, 8 kare 2. Ana bu yuzi nechi bo'ladi endi? 16. Hamma yuzlarni qo'shsalar, parallelogramda 100 chiqadi. 80 ekan. Tushunarlimi? Mana. Buni ham o'rgatdim-a? Qarama-qarshi yuzlarni ko'paytmasmi bir-biriga teng. 4 kare 24, s kare 12. S teng nechiga? 8 ga teng. Mana shuni 100 ni so'radi. 5 kare 18 teng 9 kare s. Bunga nimasi teng bo'ladi dedim? Yig'indisi. S plus 13, 11 plus 9. S teng 7. Bu yuzay yig'indisi, bunisi. X topasan deyapti. X ni topasan deyapti. Tak. Nimalardan foydalansak bo'ladi? O'xshashlik qilsak bo'ladimi? Ben x desak, bu ham x bo'lgan. A desak, bu ham a. Bu tomon nech bo'ladi? 2. Mana qum soat kerak. Bu bilan, to'g'rimi? 2 ga o'xshash uchburchaklar. Tomonlar nisbati. Buni tomoni a ni, buni tomoni 2a ga nisbati, buni tomoni 6 ni, buni tomoni x ga nisbati. X teng nechi bo'ladi? 12 ta. Aniq-ya? Bu ham xuddi shunday bo'ladi. O'xshashlik. 2k k bo'lsa bu tomon nech bo'ladi? 3k bo'ladi. 2k ni 3k ga nisbati 12 ni x ga nisbati. X teng 18. Tak. Bu ham xuddi o'zi ekan. X topasan deyapti. Bu ham o'xshashlik bo'lish kerak. O'xshashlik bu ham mana. X ni 9 ga nisbati 2 ni 6 ga nisbati. X teng nechi bo'ladi? 3 bo'ladi. Mana qum soat o'quvchilarni ko'ryapsizlar, mana bu bilan ikkovi o'xshash. Bunisi 86. X ni topasan debdi. Bu yerda lekin qum soat yo'q. To'g'rimi? Mana buni A desalar, bu ham A bo'ladi, bu tomon 2A bo'ladi. Mana bu tomon nimasi? O'rtasi. Mana buni davom ettirsam, buni ham davom ettirsam, ikkovi kesishadimi? Keyin mana bundan O desam, O, B, C uchburchakmi? Mana bu nima mana? Uchburchak nimasi? O'rta chizig'imi? Bu tomon B bo'lsa, bu tomon ham B, bu tomon nechi? 2B. O'rta chiziqmi? O'rta chiziq bo'lgandan keyin tomon teng 2 bo'ladi. Mana bu tomon 2 bo'lsa, bu tomon ham nima? 2. Ana endi o'xshashlik qilsak bo'ladi. Katta qum soat bo'limi qaraydi. Mana bu bilan mana bu. To'g'rimi? A ni mana bu tomonga nisbati, A ni 4A ga nisbati, 3 ni X ga nisbati. X teng nechi? 12. Qaydan bilasiz? Qaysini? Kesishmaydimi? Lelinkani qo'yib shunday davom ettirsan kesishmaydimi shu ikkita chiziq o'zi? Tushunmadim. Faqat parallel chiziqlar kesishmaydi. Bitta chiziq parallel emas-ku. Davom ettirsang, lelinka bilan kesishadi. Hozir keyingi savolga ko'rasan, xuddi shunaqa savol bergan. Chizmasi bilan bergan hozir mana. Mana, mayli. Mana shundan bilasan kesishni. Bu hozir bilan bir qilam bu ham. Ana buni davom ettirasizlar, kechtirib qo'yasizlar, ikkita o'xshashligi. Bunisi tayyor. Faqat o'xshashlik qilish kerak tamam. Xo'sh, nimalar bo'lgan bu yerda? A, F 12 ekan, F, G 8 ekan,
Mana bu x ni topish kerak ekan. Tak. Boshqa yana ma'lumot bu. Boshqa ma'lumot yo'q-a? Endi nima qilamiz? Birinchi oldi ikkita qum soat qilaman desak, mana bu bilan mana bo'ladimi? Buni bilish uchun x taqsim 20 ana g seni bilan ad ni bog'lab olishimiz kerak edi. To'g'rimi? G s bilan ad nisbatini bilishimiz kerak, bo'lmasa topolmaymiz. B g bilan ad nisbatini topib bilamiz. Shunaqa qilib topamiz, ha? Ikkita o'xshashlik. Bir marta ana bu qum soat, mana bu uchburchak ikkita. Mana bu uchburchak bilan mana bu uchburchakni o'xshash qilamiz. 8 ni 12 ga nisbati BG ni AD ga nisbati. Bizlar BG ni AD orqali ifodalab olamiz. AD ni x desam, x bor ekan chiqay. AD ni A desam mana bu. 8 ni 12 ga bo'laman. 2 taqsim 3. BG teng bo'ladi 2 taqsim 3 nimaga? A ga. Mana masofa 2 taqsim 3 A bo'lsa, bu yoqqa nima qoladi? Jamisi A ni berish kerak. Parallelogram-ku. A taqsim 3 qoladimi? Mana masofani topdimmi? Endi yana o'xshashlik qilaman. A taqsim 3 ni mayda ana buni bu tomonini qo'yish. Katta tomonga A taqsim 3 ni A ga nisbati buni tomoni x ni jami tomon. X plus nechiga? Mana bu 20 mi? X plus 20 bo'ladimi? 12 8. Jami tomon. X plus 20 nisbati. A bilan A qisqaradi, 3 bu yoqqa ko'payadi keyin. 3x teng x plus 20. X teng nechi? 10. Tamam. Mana bu uchburchakni o'xshash qilaman. Mana katta uchburchak bilan mana bu kichkina uchburchakchani o'xshash qilaman. 2 marta o'xshashlik qildim xullas. Bir marta bu bilan buni, bir marta katta bilan kichkina uchburchakni.
Mesela kaç? Kitap edi bu. A, B, C, D diagramning B, C tomonidagi Y va F nuqtalar uchun ikkita nuqta bo'lgan Y va F nuqtalar uchun Y F teng 1/4 BC ga jami tomonni 4 A desak mana bu A da Y F BC ni 4 dan qismi deydi. To'g'rimi? O'rinli A, Y, F, D 4/20. A, Y, F, D ana 4/20. A, Y, F, D 4/20. Bölse paragram yüzünde olur. Tomon 4 A mana bu ham. Ana bu qo'shsa trapetsiya bo'ladi. Shu trapetsiya o'toq chiqadi. Mana trapetsiya tamski mana. Trapetsiya yuksak, mana trapetsiya chiqadi. Mana trapetsiya. Ikkita tomoni parallel bo'lgan 4 burchak trapetsiya deyiladi. Mana ikkita tomon parallel. Mana tepasi A, pasti B bo'lsa, mana trapetsiya ham parallel. Hash. Trapetsiya yuzini topish formulasi A plus B taqsim 2 kara H. Bundan foydalanamiz mana. Mana trapetsiya A, Y, F, D nima? Trapetsiya. Shu trapetsiya 120 ekan. 20 teng asoslari A plus 4A taqsim 2 kara nima? H. Ana trapetsiya nima tushirdim bitta? Baland tushirdim. Bu balandlik ham parallelga tegishli, ham trapetsiya tegishli. Shu 20 ga teng. Men bu yerdan A ga H topaman. 5, 4, 8. Bundan beradi. H. Paragram shunday. Paragram yuzi 5 4 A kara H mi? 4 kara 8. Paragram yuzi 2. Yok. A, B, C, D paragramda A, B, C, D paralelogramda A, B tomon 6, 6, B, C tomon 9, 9 bo'lsa B, A, D burchak bisektor hissasida, mana burchakni topib beradi burchak. Mana bisektor hissa. Bisektor hissasi bu alfa bo'ladi, bu ham alfa bo'ladi. Bu 6 bu yo'qdan chiqadi keyin 3 bo'ladi. B, C tomonni E nuqtada. B, C ana nuqta E nuqta. E nuqta. D, C tomon F nuqtada kesadi. D, C tomondan kesagan bo'lsa, D, C tomondan davom ettirsalar, bu keladi, buni kesadi, mana beradi. Ana shu nuqta F ekan. F nuqtada kesadi. C, Y, F uchburchak yuzining A, B, Y uchburchak yuziga nisbatini toping. C, E, F mana bu. Tepadagi uchburchak. C, E, F. Shuning yuzini A, B, Y uchburchak yuziga. Mana buni yuziga nisbatini. Buni S2 S1 bilan S2 ga. O'xshashlik qilamizmi? Buni tomon uchini S2 tomoni nechi? 6 mi? Uchni 6 ga nisbatan kvadratiga teng 1/4 degan. Buna o'xshashlik ikkita uchburchak. Bu ham alfa. S1 bilan S2 ga nisbatan uchini 6 ga nisbatiga teng. Perimetr 50 oldu desa A plus B nechi bo'ladi? 28. O'tkir 300 gradus bo'lgan parallelogram 196. 96 teng A kara B kara sin 30 gradus 1/2. Bundan A kara B teng chiqadi 190. 12 kichik tomondan chiqadi. 12 kara 16. Kichigi nechi bo'ladi? 12 bo'ladi. Parallelogramning o'tmas burchagi uchidan tushirgan balandligi mana parallelogram. O'tmas burchagi mana bu. Shundan tushirilgan balandligi 10 ga teng. Va u o'zi tushgan ishini, o'zi tushgan tomonni teng 2 ga bo'ladi. Teng 2 ga bo'ladi. Agar parallelogramning o'tkirchak 30 gradusga teng bo'lsa, uning katta deganini toping. Mana burchak 30 gradus. O'tkirchak qancha gradusga bo'ladi? Hipotenuz nechi bo'ladi? 12. Katta degan mana bu? Mana bu 12. Mana tengga bo'ladi deydi. Mana bu nechi? 6 3.
Bu ham 630'da 3. Ha bu 3 bilanak buni nechi bo'ladi? 150 kilo. 12 dan 6 ayirdik qadar. Pifagor. 630. Teng keladigan 630. Demak, bu tomon nechi jami? 1233. Mana bu tomon 12. O'roqsak burchak 150 gradus. Ko'zlar terans so'rasma chiqadi, bu diagonal chiqadi, katta diagonal chiqadi. Shuni so'ragansizlar. Nima? Xolos.